Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli televizor görüşlər. İstiqlal günlük xəbərlərimizi görüşənlərini qızğın qarşı alırıq. Mən Abdullah Yılğun. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünyada olub atqan gün tərtibdəki xəbərlərini huzurunuzğa sunuş qilishimiz qənəmizdə diqqətinizlər ekranımız olsun. Amerika mingdan ortiq Xitoy fuqarosinin vizasini bekor qildi. Reuters agentligining xabarida bildirilishicha, Amerika Tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi 8-sentabrdagi bayonotida Amerikaning hozirga qadar mingdan ortiq Xitoy fuqarosining vizasini bekor qilganligini, bu prezident Trumpning Xitoy harbiy qism bilan aloqasi bo'lgan Xitoy o'quvchi va tadqiqotchilarni Amerikaga kirgizmaslik haqidagi tadbirlarning biri ekanligini bildirdi. Trump bu yil 29 mayda bir qism Xitoy o'quvchilar va tadqiqotchilarning Amerikaga kelishiga cheklama qo'ydiganligini, Xitoy doiralarining ulardan foydalanib Amerikaning sezgur texnikalari va aqliy mulk huquqiga erishayotganligini jakarlagan bo'lib, Amerika Tashqi ishlar ministrligi 1-iyundan boshlab bu qarorni ijro qilishga boshlagan edi. Bayonotchi Reuters agentligiga yo'llagan uchurida Amerika Tashqi ishlar ministrligining 8-sentabrga qadar mingdan ortiq Xitoy fuqarosining vizasini amaldan qoldirganligini, ularning 10.043 nomerlik prezident qarorining cheklamasiga uchraganligini, bu sabablik viza elish salohiyatining bo'lmaydiganligini bildirdi. Bayonotchi so'zida yana Xitoydan qonunliq kelgan Xitoy o'quvchi va tadqiqotchilar Xitoy Kompartiyasi uchun xizmat qilmasalar, ularni qarshi oladiganligini bildirdi. Ma'lum bo'lishicha, navbatda Amerikadagi har qaysi maktablarda 360 ming Xitoy fuqarosi bor ekan. Xitoy bilan Hindiston ziddiyati keskinlashdi. Bugun Hong Kong taratqullarining xabarida bildirilishicha, Xitoy Hindiston chegara to'qinishi kuchayayotgan bir paytda Hindiston taratqullari Xitoy armiyasining pichoq, kaltak qatorli qurollar bilan qurollanib, Ladakning sharqiy Pangong ko'li atrofidagi Hindiston armiyasi bazasiga yaqinlashgan suratini e'lon qildi. Hindiston taratqullarining xabarida hukumat manbalarining so'zi naql keltirilib, taxminan 50-60 Xitoy askarining kaltak, nayza va boshqa qurollar bilan qurollanib 7-sentabr kechda Hindiston armiyasiga yaqinlashishga uringanligi, ularning ichida pichoq elib olgan askarlarning bor ekanligini Hindiston armiyasi qattiq inkos qaytargandan keyin Xitoy askarlarining oxiri chekinishga majbur bo'lganligi bildirildi. Yana bir sinda ko'rsatilishicha, palti qatorliq qurollar bilan qurollangan bir turkum Xitoy askari Hindiston askari bilan qattiq to'qinishgan. Askarlar qo'lidagi kaltaklar bilan qarshi tarafni urgan. Vaqadan xabardor kishilar Xitoyning bu kuni kechda qurolliq kelganligi, ularning bu yil 15-iyul Sharqi Ladakda yuz bergan qonliq to'qinishni qayta takrorlashni maqsad qilgan bo'lishi mumkinligini bildirgan. Xitoy Uyg'ur madaniyat uslubida selingan uylarni chiqib o'zgartirishni davomlashtirmoqda. Bugun ijtimoiy uchur vositalari tarqalgan sindan oshkorlanishicha, Xitoy tajovuzchilari Sharq Turkiston xalqining madaniyat iznolarini yo'qotishdan iborat razil maqsadiga yetish uchun Uyg'ur milliy uslubida selingan uylarni chiqib o'zgartirishni davomlashtirmoqda. Bugungi sinda oshkorlanishicha, Xitoy doiralari Uyg'ur milliy uslubida selingan yep-yangi uylarning eshik derazalarini chiqib etgan bo'lib, uylarning o'g'isini mo echib etgan. Atalmış Şinjan gezitining 7-maydagi xabarida atalmış Abnum rayonluq To'ralg'u va shahar yezi qurilishi nazoratining koni o'ltiraq rayonlarni o'zgartirish nomida Uyg'ur milliy uslubida selingan 310 mingga yaqin oilaning uylarini chiqib o'zgartirishni planlaganligini oshkorlagan. Igilnishicha, Xitoy tajovuzchilari bu yil yana davomli qurilish turida 788 o'ltiraq rayon va 116.300 oilaning uyini chiqib o'zgartirish, yangidan 1090 o'ltiraq rayon, 193.400 To'ralg'u uy qurib chiqish, o'zgartirish turi qurilishining hammasini 6-oydan burun boshlash planlangan. Ma'lum bo'lishicha, chiqib o'zgartirishda 2000-yildan burun selingan o'ltiraq rayon asos qilingan. Bu yil Sharq Turkistonning Urumchi shahri, G'ulji shahri, Oqsuv shahri, Kucha shahri, Xotan shahridan iborat 5 shaharni nuqtaliq qilib chiqib o'zgartirish planlangan. Yangisardan yana bir turkum Uyg'ur surgun qilindi. Bugun ijtimoiy uchur vositalari tarqalgan sillardan ma'lum bo'lishicha, Xitoy tajovuzchilari atalmış 5-emgakchilarni ishga o'rinlashtirish, namratlikdan qutuldirish nomi bilan Qashqar viloyati Yangisar noyisidan bir turkum Uyg'urlarni surgun qilgan. Mazkur sillardan ma'lum bo'lishicha, Xitoy tajovuzchilari yana Qashqar viloyati Yangisar noyisi bilan Ko'rlidagi Qarishahar noyisidan yana bir turkum Uyg'urlarni yurtidan surgun qilgan.
Sürgün qilinganlarning ko'pinchisi yosh va o'rta yosh ayollar bo'lib, ularning hammasi cho'ng so'mka yuk taqalarini tayyorlagan. Sharq Turkistonning hozirgi vaziyatidan ma'lum bo'lishicha, sürgün qilingan ayollarning aka-inalari, erlari Xitoy tarafidan turma yoki lagerlarga qamalgan. Uyg'urlarning odatda ayollarni yolg'iz safarga chiqartmaslikdek an'anasiga asoslanganda, Xitoy tajovuzchilarining bularni majburiy holda boshqa yurtlarga sürgün qilganligi oshkora bo'lmoqda. Uyg'urlar masalasi Angliya parlamentida jiddiy kun tartibga keldi. Amerika hukumatining Uyg'urlar masalasidagi keskin mavqesi navbatda xalqaroda borgan-sari ko'p davlatlarning ovoz qo'shishi va qo'llashiga ega bo'lishga boshladi. 9-sentabr kuni Angliya parlamentidagi muhokamada parlament a'zosi Shibon Makdona xonim alohida so'z oldi. U so'zida Uyg'urlar duch kelayotgan fojialarning sepi o'zidan qirg'inchilik ekanligini ta'kidlab, bu masala haqida bosh minister Boris Jonsonga savol qo'ydi. U suolida ko'rganimizdek bu mahbuslarning chochlari tushirib etilgan, Uyg'urlarning bovoqlari bo'lsa onalarining qo'rsaqlaridan tushirib etilgan. Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan qirg'inchiligi mushu vaqtning o'zida bizning ko'z oldimizda yuz beryapti. Navbatda cho'ng davlatlarning bu hadislarni ayiblashi ancha qiyinga tushmaydi. Ammo ularga qiyin kelayotgani buningga qarshi amaliy harakatga o'tishdir. Bosh minister janoblari, Sharq Turkistonda yuz berayotgan ashu etnik tozalash qilmishiga qarata qanday tadbir qo'llanmoqchi bo'lyapsiz? Endi hech qanday mamlakatning biz bu ishlardan xabarsiz ekanmiz deydiganga hech qanday bahonasi qolmadi deganlarni bildirib savol so'radi. They herd them onto trains, they shave their heads, they abort their babies. A genocide of the Uyghur people by the Chinese government is taking place before our eyes. Angliya bosh ministri Boris Johnson darvaqa o'zining Shibon Makdona aytgan ahvollarni butunlay to'g'ri deb qaraydiganligini bildirib, Uyg'urlarning dardini biz angladik. Biz bu ishlarni Xitoy doiralari bilan bo'lgan suhbatimizda bevosita o'tirg'a qo'yamiz. Shundaqla G20 yig'inida va Birlashgan Millatlar Tashkiloti majlisi qatorliq so'rovlarda davomli ta'kidlaymiz deb javob berdi. Angliya parlamentidagi Uyg'urlar masalasini ko'radigan muhokamaga musulmonlar avlodidan bo'lgan parlament a'zolari faol ovoz qo'shdi. Emgakchilar partiyasidan bo'lgan Afzalxon bu vaqtdagi muhokamaga qatnashish bilan birga Xitoy rejimining Uyg'urlar duch kelayotgan zulmlar uchun javobgar bo'lishi lozimligini ta'kidlab, biz endi sukut qila olmaymiz. Shaxsan men davomli ovozsizlarning ovozi bo'lishni davom qilaman dedi. Shundaqla Angliyaning tashqi ishlar ministriga savol qo'ydi. 2016-yildan buyon Uyg'urlarning 80%ning g'oyib bo'lganligi ma'lum. Ularning ba'zilari lagerlarga qamalgan bo'lsa, yana ba'zilari majburiy holda g'oyib qilib etilgan. Biz Uyg'urlarning ko'zlari tengilgan holda poyezdda yo'tkilayotganligidek fojiani ko'rdik. Mushini ko'zda tutganda ministr janoblari Xitoy rejimining mushu qabih jinoyatlarini javobgarlikka tortish uchun qanday qadamlarni elayotdi? Bugun bu zot Sharq Turkistonda nimalarning bo'layotganligi haqida xalqaro mustaqil tekshirishni ishga oshirish to'g'risida hukumatimizga chaqiriq qilamdi deb savol so'radi. Mazkur savolga qarata Angliya hukumatining tashqi ishlar ministri Dominic Raab javob berib, bu haqiqatan shunday bo'layotdi. Men buningga to'liq qo'shilaman. Biz Uyg'ur va boshqa yerlik millatlarning beshiga kelayotgan kulfatlardan, bo'libmi millionlagan kishining atalmish siyosiy jihatdan qayta tarbiyalash lagerga qamalganligidan bakmo andisha qilyapmiz. Biz izchil Xitoy rejimining bu masaladagi javobgarligini ta'kidlashda yetakchilik rolini o'ynab kelyapmiz. Buningdan ilgarimi biz 27 mamlakat bilan birlikda Birlashgan Millatlar Tashkiloti yig'inida Uyg'urlar masalasi haqida birlashma bayonot e'lon qildik. Biz bu masalani davomli Xitoy taraf bilan bo'lgan suhbatlarda o'tirg'a qo'yamiz dedi. Angliya hukumatining yuqori qatlamadagi bu muhokamada Uyg'urlar masalasining bu qadar keskinlik bilan o'tirg'a qo'yilishi Yevropa allari ichida kam ko'riladigan ahvol bo'lib, buningdan Angliya hukumatining Xitoy bilan bo'lgan kelgusidagi munosabatda Uyg'urlar masalasini alohida o'ringa qo'ydiganligi taxmin qilinmoqda. Ma'arif jamiyatini qo'llash to'lqini davom qilmoqda. Turkiyadagi Sharq Turkiston da'vosi uchun harakat qilayotgan nufuzli tashkilot Sharq Turkiston ma'arifi hamkorlik jamiyati haqida bir qism to'kmatlar ijtimoiy taratqularda tarqatilishga boshlagandan keyin bu vaqtdagi talash-tartishlar muhojiratdagi Uyg'urlar orasida avjiga chiqdi. Shundaqla Doğu Perinchakka o'xshash Xitoyparast kuchlarning taratqulari buningdan apchillik bilan foydalanib, Turkiyadagi Sharq Turkiston da'vosiga qora surkimoqchi bo'ldi. Dal mushu mazgilda bir qism tashkilot va shaxslar ma'arif jamiyati haqida guvohlik berib, xalqni arini buzadigan turli batnomlarga ishonmaslikka, butun diqqatni o'rtaq dushman Xitoyga qaratishga chaqiriq qilmoqda.
Tunugun Sharq Turkiston Avstraliya jamiyati Elim Ashraf Vaqfi qatorliqlar maxsus bayonot e'lon qilgan edi va yoshlar vakillari Ma'rif jamiyatini ziyorat qilib, Ma'rif jamiyati a'zolarining Sharq Turkiston xalqi uchun qilayotgan xizmatlarini qo'llaydiganligini bildirgan edi. Navbatda bu bayonotlar Yevropadagi har qaysi davlatlardan kelmoqda. Shvetsiya Uyg'ur Ma'rif uyushmasimi tunugun Sharq Turkiston Ma'rif va hamkorlik jamiyatini nishonga olg'uchi kuchlarga qarata bayonot e'lon qilib, Sharq Turkiston tashkilotlari orasiga ziddiyat tarqitish, milliy manfaatni bilib bilmay ziyonga uchirtish, da'vo sepida xizmat qilayotgan aktiv avangardlarni g'arazlik nishonga elib, dalil isbotsiz qaralash harakatlariga qat'iy qarshi turadiganligini bildirdi. Shundaqla navbatda Sharq Turkiston Ma'rif va hamkorlik jamiyatining Turkiya hukumati va Uyg'ur muhojirlari o'rtasida o'ynagan ko'vriklik roliga yuqori baho beradiganligini bildirdi. Shundaqla Sharq Turkiston Ulamolar birligidagi peshqadam ustoz Ataulloh Xalpat hojimning shar'iy ilmlar bilan yetishtirish va to'liqlash darsxonasida o'qiyotgan o'quvchilarmi ustozning boshchiligida Sharq Turkiston Ma'rif va hamkorlik jamiyatiga bir qancha kundan beri tarafdan kelayotgan yolg'on bo'xtonlarga qarata guvohlik berdi va jamiyatning yillardan beri Sharq Turkistonning mustaqilligi yo'lida harmay talmay kecha-kunduz vatanning mustaqillik da'vosini qilish bilan birga muhojiratdagi Uyg'ur xalqining iqomat ishlari, nufus ishlari, tutib turish o'rinlarida turayotganlarga ega chiqish, yetim yesirlarga yordamda bo'lish qatorliq har qanday hojatlarda har vaqt Uyg'ur millati uchun kuchi yetgan doira ichida xizmat qilayotganligi. Mana shuning jumlasidan ustoz Ataulloh Xalpat hojim boshchiligidagi darsxonada o'qiyotgan o'quvchi va ustozlar bo'lib, 10 ga yaqin odamning vatandoshlik ishlarining hal bo'lishiga yordam qilganligini bildirdi. Va dushmanni qo'yib tig' uchini o'z millatiga va yo'l boshchilariga qaratayotganlarning darhol uyqusini echib, zihni va kuchini hammamizning o'rtaq dushmani bo'lgan Xitoy va uning cho'moqchilariga qarshi harakatlantirishni so'raydiganligini bildirdi. Shundaqla Gollandiyadagi Yevropa Sharq Turkiston Ma'rif jamiyati bayonot e'lon qilib, Yevropa Sharq Turkiston Ma'rif jamiyati bo'lish sifatimiz bilan shundaq bayonot e'lon qilamizki, o'nlarcha yillar izchil fidokorlik va vatan millatning xizmati va da'vosini qilib kelayotgan Ma'rif jamiyatining xizmatlariga ijobiy baho beramiz. Vatan millat da'vosini o'z ustiga elib, yillardan beri ixlos bilan qilayotgan xizmatlariga shohid bo'lamiz deganlarini bildirdi. O'z navbatida Dunyo Uyg'ur qurultayimi chaqiriq e'lon qilib, az bir qism kishilar haqorat, to'kmat xarakterdagi yozmalar va bayonotlari orqali tashkilotlarga, tashkilot rahbarlariga samimiy tanqidiy fikr berishning o'rniga hujum qilmoqda. Natijada diqqatni Xitoy rejimiga qarshi kurash qilishdek markaziy nuqtadan o'zaro jangichilarga yo'tkalmoqda. Yillardan buyon vatan va millat uchun fidokorlik bilan xizmat qilayotgan qarindoshlarimiz til haqoratlariga uchramoqda. Bular dushmanimiz Xitoyni xursand qilish va milliy birligimizga ziyon solishdan boshqasiga yaramaydigan osiy qilmishdir. Milliy da'voyimiz uchun xizmat qilib kelayotgan tashkilotlarimiz, da'vo odamlarimiz, faoliyatchilarimizga hujum qilish, hatto ularni yo'q qilish badaliga milliy ozodlik harakatimiz kuchaymaydi, taraqqiy qilmaydi, aksiga ojizlaydi, yo'q bo'ladi. Bu dal dushmanimiz Xitoy rejimining orzusi va kutgunidir. Biz Dunyo Uyg'ur qurultayi bo'lish sifatimiz bilan xalqimizni o'zining tashkilotlariga, o'z rahbarlariga, o'z da'vosiga ega chiqishga, tashkilotlarning savalliklarini bayqagan chaqda ilmiylik bilan tanqid axloqi yusuniga bo'ysungan holatda o'ttirg'a qo'yishga chaqiramiz. Va shundaqla tashkilotlarimizni samimiy niyat bilan o'z mas'uliyatini to'liq his qilgan asosda millatimizning oliy manfaati uchun kuch chiqarishga rag'batlantiramiz deganlarini bildirdi. Shundaqla bugun 10-sentabr Finlandiya Uyg'ur madaniyat markazimi bayonot e'lon qilib, Sharq Turkiston Ma'rif va hamkorlik jamiyatiga bir qancha kundan beri ma'lum kishilarning maqsadlik holda kuch ko'rsatishi sababli nurg'un fitna ig'vo, yolg'on yovdaq, bo'xton, qarlash safsatlari o'tirg'a chiqdi. Biz Finlandiyada yashaydigan Sharq Turkiston avlodlari bo'lish sifatimiz bilan bu to'kmatlarni boshdan oxir butunlay rad qilamiz deganlarini bildirdi. dan ortiq tashkilot Xitoyni jiddiy bartaraf qilishni talab qildi. Amerika ovozining bugungi xabarda bildirilishicha 60 davlatdagi 300 dan ortiq kishilik huquq tashkiloti birlikda Birlashgan Millatlar Tashkilotiga imzoliq maktub yo'llab, Xitoyning kishilik huquq dafsandachiligiga jiddiy taqobil turish uchun mustaqil organ qurib chiqishni talab qildi. Maktubda Xitoyning Sharq Turkiston, Tibet va Hong Kongda kishilik huquqqa ig'ir daxl taruz qilganligi, dunyoning har qaysi joylarida kishilik huquq qo'g'dug'uvchilarini bostirib, yer shari xarakterlik nazorat sistemasini barpo qilganligi, kishilik huquqqa ziyon soladigan, ekologik muhitga ziyon yetkazadigan iqtisodiy taraqqiyot turlarini kengaytirishdan iborat xalqaro jamiyatga keltirgan xavfi o'tirg'a qo'yildi. Maktubda yana xalqarodagi kishilik huquq tashkilot va apparatlari Xitoyning kishilik huquqqa daxl taruz qilish qilmishiga qarab turib yo'l qo'yishini to'xtatishni talab qilish bilan birga
Birleşken Milletler Teşkilatı'dan derhal məxsus yığın çağırıp, müstakil tekşürüş apparatı kurup çıkış arkalı Xitayni javobgarlikka tartish talab qilingan. 4 sentabr Birleşken Milletler Teşkilatı'nın terörlükü qarıştırış ve kişilik hukukunu qoğdaş organının bayanatçısı Fion Nuala Nialayn ve Birleşken Milletler Teşkilatı'nın bir neçe mutaxassisi birleşme mektup e'lon qilib, Xitayning Hong Kongda mecburi yo'l qo'ygan davlat bexatarlik qonunining xalqaro qonunga mos kelmaydiganligini, Hong Kong sudchilari va advokatlarining mustaqilligi va fikr erkinligiga ig'ir buzg'unchilik qilganligini, Xitoy xalqaro jamiyatning Xitoydagi kishilik huquq masalasi haqidagi tanqidini izchil rad qilganini ozdab, Birleşken Milletler Teşkilatı mutaxassislarini Xitoyning ichki ishlariga aralashmaslikka ogohlantirib qolmasdan, kishilik huquqni ko'zitish tashkiloti hamda Xitoy siyosatini tanqid qilgan boshqa kishilik huquq guruhlarining rahbarlariga qartilgan jazolash tadbirini e'lon qilganligi bildirilgan. Xitoylar yerlashtirilib, Uyg'urlar surgun qilinmoqda. Bugun ijtimoiy uchur vositalari tarqalgan sillarda ma'lum bo'lishicha, Xitoy tajovuzchilari Sharqiy Turkiston xalqini yurtlaridan boshqa yerlarga surgun qilib, yo'qotish bilan mos qadamda Xitoylarni har xil e'tibor siyosatlari orqali Sharqiy Turkistonga yerlashtirishni kuchaytirmoqda. Yaqinda Xitoy ijtimoiy uchur vositalarida Xitoylarni Sharqiy Turkistonga yerlashishga rag'batlantiradigan e'lonlar ko'paymoqda. E'londa 3 dan ko'p nupusi bor oilasida 19 yoshdan 39 yoshgacha bo'lgan oraliqdagi ayol yoki 19 yoshdan 49 yoshgacha bo'lgan er nupusi bo'lgan bir Xitoy oilasi Sharqiy Turkistonning janubiga yerlashsa, uy saramjonlari bor bezalgan bir yurish uy haqsiz berildi. Undan boshqa nupusi oz oilaga 2,5 gektar, nupusi ko'p oilalarga 5,5 gektar yer taqsim qilindi. Farzandlari haqsiz o'qitildi. 3 yilgacha to'liqlama berildi, xizmatga o'rinlashtirildi. Fursatni ching tutib, ko'chib kelishinglarni umid qilamiz deb yozilgan. Yana bir sinda Sharqiy Turkistonga ko'chib kelgan Xitoylarga haqsiz beriladigan qo'ri uylar va yangi bino uylar ko'rsatilgan. Germaniya bilan Xitoyning yaqin munosabati oxirlashishga yuzlandi. 9 sentabr Yapon xabarlari to'rida Germaniya yangi Hindi Osiyo strategiyasi qo'llanib, Xitoy bilan bo'lgan yaqin munosabatini oyoqlashtirdi nomli bir maqola e'lon qilindi. Maqolada ko'rsatilishicha, Xitoy bilan uzun yil hamkorlik o'rnatib kelgan Germaniya yaqinda strategiyasini o'zgartib, demokratik davlatlardan Yaponiya, Koreya qatorliq ellar bilan hamkorlashishga boshlagan va bu vaqtda yangi siyosat ma'qullagan. Bu strategiya Fransiya, Yaponiya, Avstraliya va Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlari birlashmasiga a'zo davlatlarning siyosati bilan moslashadi ekan. Bu xil burilish butkul Yevropaning Xitoydagi kishilik huquq krizisiga bo'lgan andisisi va Xitoyga beqinmaslik orzusini ifodalab beradi ekan. Maqolada aytilishicha, Germaniya tashqi ishlar ministri Heiko Maas 2 sentabr mundaq degan: "Biz kelgusida xalqaro yangi tartibning o'rnatilishiga yordamda bo'lishni umid qilamiz. Bu xil tartib ma'lum zo'ravon kuchning qonuni bo'yicha emas, xalqaro hamkorlik va qonun nizom ustiga qurilgan tartib bo'lishi kerak." Xabarda bildirilishicha, Xitoy aslida Germaniyaning Osiyodagi muhim ittifoqdoshi bo'lib, Germaniya bosh ministri Merkel yilda degudak Xitoyni ziyorat qilib turgan. Germaniyaning Osiyo rayonidagi savdosida Xitoy 50% ni egallagan. Ammo Xitoy Germaniya korxonalarini texnika o'tinib berishga izchil qistab kelgan. Yevropa ittifoqining Xitoy bilan bu xil masalalarni hal qilish so'kpiti qatmal vaziyatga tushib qolgan. Yana kelib Xitoyning Uyg'urlarni qirg'in qilib, Hong Kongliklarni bostirishi va Xitoy virusining ofati Germaniyada Xitoyga qarshi eqim paydo qilib, Merkel hukumatiga besim qilgan. 2019-yili Yevropa Xitoyni hamkorlashuvchi raqib deb bekitib, Xitoy bilan bo'lgan savdo va texnika raqobatini ta'kidlagan. Yevropa ittifoqidagi muhim davlat bo'lgan Germaniya mo Xitoy bilan bo'lgan munosabatini qaytadan o'ylashga boshlagan. Turpanda 20 mingdan ortiq kishi so'linib yetayotgan 3 lagerning aniq o'rinlari oshkorlandi. Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yi o'tgan haftadagi Yevropa ziyorati davomida Sharqiy Turkistondagi atalmish tarbiyalash markazlarining taqilib bo'lganligini bozorga solgan edi. Ammo Erkin Osiyo radiosi muxbirining bu haftadagi aniqlashtirish davomida Aqsuning Uchturpan nahiyasida oz deganda 3 o'rinda lager borligi va bu 3 lagerning aniq o'rinlari shundaqla bu lagerlarda 20 mingdan ortiq tutqunning so'linib yotganligi oshkorlandi.
Sharq Turkistonda lagerlarning mavjudligi va hali ham mangdirilayotganligi Xitoyning oshkorlangan maxfiy hujjatlaridan, g'arb axboroti va mutaxassislarining yuqori texnikalik tekshirish tadqiqotlaridan oshkorlanib turayotgan bo'lsa-mu, Xitoy taraf davomli holda lagerlarning taqilib bo'lganligini bozorga salmoqda. Radioning Aqsuning Uchturpan noyasiga qarata elib borgan telefon ziyoratlarida Xitoyning mazkur tashviqotining soxtaligi yana bir qatim aniq paketlari bilan dalillandi. Uchturpandagi bir kanit soqchisining oshkorlashicha, Uchturpanda navbatda oz deganda 3 o'rinda lager mavjud ekan. Bulardan eng cho'ngi Uchturpanda Kongtay degan yerga joylashgan bo'lib, ma'lum bo'lishicha, nahiyaning chetida tog' bag'ridagi bir sayliqqa joylashgan bu lagerda 10 mingdan ortiq kishi solinib yotmoqda. Navbatda O'rta Osiyoda tijorat qilayotgan bir Uchturpanlik muhojir Uchturpandagi Kongtay degan bu o'rin haqida mundaq ma'lumot berdi. Kongtay Uchturpandagi nihoyatda cho'ng bir sayliq, tog' bag'riga joylashgan. U yerda burun o'lim jazosi berilgan jinoyatchilarga jazo ijro qilinadi. Siz gapini qilgan lager Kongtayning Oqto'qa yezi tabaligidagi 1, 2 va 3 kanatlarining tabaligiga to'g'ri keladi. Mazkur soqchi xodimining bayon qilishicha, Uchturpandagi yana bir lager 9 buloq deb ataladigan joydagi Koni qamoqxonaning o'rniga kengaytirib selingan. Nahiya bozoriga yaqinroq joydagi bu lagerning o'rni, ya'ni Koni qamoqxona haqida mazkur Uchturpanlik muhojir mundaq ma'lumot bergan. 9 buloq aslida Uchturpan bozor ichidan 1,5 kilometrcha uzoqlikda. U yerdagi Koni qamoqxona shu joydagi elektr stansiyasining uduliga to'g'ri keladi. Bu qamoqxonaning oldida bir boshlang'ich maktab bor. Mazkur soqchi xodimi bu lagerda 5000 kishining tutib turilayotganligini ilgari surgan. Deyilishicha, Uchturpandagi 3-lager Uchturpan kasbiy o'rta maktabining o'zgartirilishi bo'lib, u nahiyalik JX idorasining uduliga joylashgan. Uchturpanlik muhojirning tasvirlashicha, Uchturpan JX idorasi Uchturpan nahiya bozoridagi Do'nko'rik degan joyga to'g'ri keldi ekan. Lager o'rnida ishlatilgan kasbiy maktab bo'lsa, aslida Goching o'rta maktab deb ataladigan bo'lib, Uchturpandagi 8 yezi bozordan o'rta maktab o'quvchilari kelib o'qiydigan yotoqliq maktabdir. Yana askartilishicha, bu lager nahiyalik xalq hukumatining qiypash uduliga to'g'ri keldi ekan. Baydo uchur ambarda ko'rsatilishicha, Uchturpan nahiyasi 6 yeza 3 bozordan tashkil topgan bo'lib, 2014-yildagi umumiy nufusi 220 ming atrofida. Vaziyatdan xabardor, ammo ismini oshkorlashni xohlamagan kishi Uyg'ur nufusi mutlaq ustunlikda bo'lgan bu nahiyada 35 mingcha kishining yuqorqi 3 lager, turma va majburiy emgak fabrikalarida tutqunda ekanligini ilgari surgan. Dünya siyosiy vaziyatida Sharq Turkiston masalasi eng kuchlik va eng oldingi qatorda ketayotgan bugungi kunda Xitoy tajovuzchilari butun kuchi bilan siyosiy tashkilotlarni qoralash harakatini yanada kuchaytirmoqda. Texi 3 oy burun Istiqlol televiziyamizni ayblab bayonot e'lon qilgan Xitoy doiralari bu qatim yer shari vaqt gazeti orqali 5-sentabr maqola e'lon qilib, Sharq Turkiston Ma'arif va hamkorlik jamiyati va Dunyo Uyg'ur qurultiyi qatorliqlarni terrorlik bilan aybladi. Vaqa va mulohiza programmamizning 8-sonida Kamina Abdullah Yalqun jinoyati oshkorlangan Xitoyning vatanimizda elib berayotgan vahshiylarcha siyosatining natijasi nima bo'ladi? Xitoy nima uchun Sharq Turkiston tashkilotlariga qayta hujum boshladi? Amerika diplomatlarining har qaysi davlatlarda Uyg'ur tashkilotlarini ziyorat qilishining sababi nima? Turkiyadagi siyosiy muhit Sharq Turkiston da'vosi uchun qaysi ahvolda turibdi qatorliq savollarni so'rayman. Ankara Hacettepe Üniversitesi o'qituvchisi, strategiya mutaxassisi va Dunyo Uyg'ur qurultiyi muavin raisi Dr. Erkin Akram Efendi va Ankara Üniversitesi Adabiyot fakulteti o'qituvchisi va Dunyo Uyg'ur qurultiyi bosh kotibi Dr. Erkin Ahmad Efendi qatorliqlar javob berdi. Keng ko'rurmanlarimizni 11-sentabr juma kuni İstanbul vaqti kech soat 18 da Istiqlol ekranlarida kutamiz. Hürmetli televizor görüşler, şuna qilib bugungi xabarlarimiz mushada oxirlashdi. Atki xabarimizni ko'rishga sizlarni Janobi Alloh topshiramiz. Shuna qilib program oxirida ekran orqasidagi barliq xizmatdoshlarimga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatulloh.